Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislaridan iborat ishchi guruh Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida bo'lib, tibbiyot birlashmasi xodimlari uchun amaliy seminar o'tkazdi. Tadbir hududda tibbiy xizmat sifatini oshirish, xususan bolalar salomatligini muhofaza qilishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Davlatimiz rahbarining onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan tibbiyot muassasalari zamonaviy uskunalar bilan jihozlanmoqda. Bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati sezilarli oshgan. Malakali shifokorlar salohiyatini kuchaytirish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Ayniqsa, bolalar o'rtasida kasalliklarni barvaqt aniqlash va oldini olish borasida rejali ishlar olib borilmoqda. Poliklinikalarda profilaktik ko'riklar yo'lga qo'yilib, bemor bolalarning sog'lig'i doimiy nazoratga olingan. Paxtakor tumanida o'tgan 2 kunlik seminar doirasida malakali shifokorlar avvalo tuman tibbiyot birlashmasining moddiy texnika bazasi, davolash diagnostika jarayonlari, shuningdek aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat bilan batafsil tanishdilar. Ular tibbiyot muassasasida yaratilgan sharoitlar, zamonaviy tibbiy uskunalardan foydalanish darajasi hamda shifokorlar faoliyatini tahlil qilib, o'zlarining amaliy tavsiyalarini berishdi. Bolalar o'rtasida uchraydigan bo'yin qiyshiqligi, son bo'g'im chiqish kasalliklari va bu kasalliklarning kelib chiqish sabablari, ularni erta bosqichda aniqlashning ahamiyati va zamonaviy davolash usullari haqida atroflicha so'z yuritildi. Ayniqsa yangi tug'ilgan chaqaloqlar va yosh bolalarda bu kabi kasalliklarni o'z vaqtida aniqlash, kelajakda nogironlik holatlarining oldini olishda muhim omil ekani ta'kidlandi. Bolachalarda hozir ko'proq tug'ma son chanoq chiqishi uchrab turadi. Markazdan xodimlar kelib bizga son chanoq chiqishi, gonoartroz, ko'ksa artroz, maymoqlik kasalliklarni vaqtida aniqlab, qanday qilib o'sha kasalliklarni o'sha operatsiyaga olib bormasdan davolash to'g'risida bizga ancha tushuntirishlar olib borishdi. Ko'p narsani tushunib oldik. Bugungi seminarda savol-javoblar orqali harakat bo'g'imida qanday kasalliklar kelib chiqishini va qanday davolash ishlari olib borish kerakligini yana ham bilimlarimizni mustahkamlab oldik. Amaliy mashg'ulotlar jarayonida shifokorlar bemorlar ishtirokida ko'rgazmali tarzda tekshiruv va davolash usullarini namoyish etishdi. Zarur hollarda tibbiy jarrohlik amaliyotlari bilan davolash ishlari ham amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda mahalliy shifokorlar ham faol qatnashib, tajriba va malakalarni oshirib borishmoqda. Biz qanchalik bu xastaliklarni erta aniqlasak, bularni davolash shuncha yengil bo'ladi. Shu bemorlarni og'ir asoratlarga olib kelmaydi. Paxtakor tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlariga avvalambor katta rahmat, juda ham aktiv ishlashar ekan. Bularni ko'rib, biz ishlash jarayonini ko'rib biz ancha xursand bo'ldik. Undan tashqari bu yerda instrumental tekshiruvlar hammasi yo'lga qo'yilgan, mutaxassislar yaxshi ma'lumotga ega, malakasi bor. Erta aniqlash zarur bo'lgan xastaliklardan biri bu tug'ma bo'yin qiyshiqligidir. Biz o'sha bo'yin qiyshiqlik turlari, uni simptomlari, uni ko'rishlar qanaqa bo'lishi kerak ekanligini biz oilaviy shifokorlarga tushuntirib o'tdik. Undan tashqari oilaviy shifokorlar ko'pincha yosh bolalarni ko'rishadi. Bolalarda uchraydigan tug'ma son chiqishlari, maymoq oyoqliklar to'g'risida ham to'liq tushuncha berib o'tdik va unda qaysi bir tekshiruvlar dolzarb, qanaqa tekshiruvlar o'tkazish kerak ekanligini ham ma'lumotlar berib o'tildi. Seminar davomida profilaktika masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Mutaxassislar ota-onalar o'rtasida tushuntirish ishlarini kuchaytirish, bolalarni muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazish va xavf omillarini bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar berishdi. Bu mutaxassislar va mahalliy shifokorlar o'rtasida hamkorlikni yanada mustahkamlash barobarida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yanada yaxshilashga, eng muhimi, bolalar salomatligini asrash va ularning sog'lom ulg'ayishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.